o'g'lim Muhammadjon masjidga bunday qiynalib turishadi olib chiqqani, men o'zim ham ayol kishi chiqolmayapman. O'rtoqlari olib chiqib turishar edi. Ular ham aqabaqa ishlagani ketib qolishdi. Shunaqa fursati bo'lmayapti endi hozir bag'uzlari chiqolmaydilar. Bunga kuchlari yetmaydi kolaskalariga. Men olib chiqolmayman ayol kishi. Pultli aravachaga bunday nima qilishlarini qo'llab turadilar. O'zim ham chiqarardim agar birovni nimasiga muhtoj bo'lmasdan. Barcha musulmon ahlidagi birodarlarimizdan shu mani qo'llab-quvvatlashlarini so'rab qolardim. Allohu akbar. Alloh nurini sochyapti mana xonadonlarga, Xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa aravacha ham bo'ladi inshaalloh. O'sha yaxshisidan yana yaxshi bir Allohning mukofotlari bo'ladi inshaalloh. Biz mana shunchalik mukofotlarni mana Xudoga shukr. Xudo xolasa. o'g'lim deyman. Bu ko'ngilni shodliklarga to'ldirguvchi sen. Gar istasang meni yeldek yeldirguvchi sen. Gar istasang bir lahzada shodmon etib, bir lahzada yurak bag'rim tildirguvchi sen. Gar istasang samolarga ko'tarib boshim, gar istasang aro yo'lda qoldirguvchi sen. Ixtiyorim qo'lingdadir, bir soniyada o'ldirguvchi yoki xurram qildirguvchi sen. Bika wanhar inna shani'aka huval abtar. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan barcha O'zbekiston ahli, biz ushbu videorolikimizni mana Qo'qon shahridagi Shandrama masjididan olib ko'rsatyapmiz. Bu masjidda besho namozga kelib turgan mana bu Muhammadjon ukamizni ushbu ukamiz bilan tanishib, shu masjidda faoliyat qilib turgan shu masjidda besho namozga kelib turgan, ibodat qilib turgan ukamiz, besho namozga kelib turgan ukamizni suhbatga tortdik va bu kishining bizga murojaatlari shu bo'ldiki, shu besho namoz kelish davrida oldin ko'p kelardik-ku, shu bir do'stimiz bor edi. Shu do'stimiz Turkiyaga ishlagani ketib qoldi va o'zim uyda qoldim. O'zimning nogironlik aravacham bor, u arava bu pultlik arava emasligi va menda agar iloji bo'lganda sizlardan murojaatim shuki, shu menga pultlik bir arava olib berilsa, besho namozga o'zini qo'l bilan boshqargan holatda kelib shu yerda namozga qatnab, shu bergan ehson qilgan insonlarni haqqiga duo qilib shu namoziga va jamoatga qatnab tursa degan murojaat bilan bizga chiqdilar. Va ko'pincha ko'chalarda, daboda ko'p joylarga borgilari kelar ekan, uyda siqilib qoladilar, ko'chaga chiqqilari keladi. Uylar farzand ekanlar. Muhammadjon, vaqtingiz uyda o'tadi, to'g'rimi hozir? Aka ko'proq. Asosan uyda o'tadi vaqtingiz. Endi ibodatga 5 vaqt chiqishni xohlaysiz. Masjidga yaqin ekan sizga, to'g'rimi? Aka, sizni biz mana bizni ko'rib turgan mana shu murojaatingizni albatta Xudo xolasa ko'rib, ko'p insonlarimiz, saxiy insonlarimiz bor. Albatta mana shu videodan foydalanib biz ularga murojaat qilamiz. Shu ukamizni besho namozga kelishlari uchun o'sha pultlik, to'liq jamoat bilan ado etishlari uchun xohlasa. Pultlik o'sha aravadan, o'sha nogironlik aravasidan olib bersak, bizning murojaatimiz shu bo'ladi. Shu Muhammadjon ukamizni shu hayotlarda yashashlikda, qo'llarida ozgina bo'lsa ishlab turgan mana shu barmoqlarim bilan bo'lsa ham shu masjidga qatnab olsam deb umid qildilar. Inshaalloh shu umidlarini ro'yobga chiqarishga Xudo nasib qilsin va bizni bunga sabab chiqsin va barcha saxiy insonlarni labbay deb shu murojaatimizga, mana shu aksiyamizga qatnashishlarini so'rab qolamiz. Rahmat akajon, sog' bo'ling, Alloh rozi bo'lsin.
حتی